O'zbekiston Ko'zi ojizlar jamiyati markaziy boshqaruvi tasarrufidagi yurak va asab kasalliklari sihatgohi bugungi kunda o'zining faoliyatini davom ettirmoqda. Yangiyo'lda joylashgan ushbu sihatgohda bugungi kunda dam oluvchilar soni kun sayin ortib bormoqda. Mana shu Yangiyo'l sanatoriyasiga kelgan dam oluvchilar, mana bugun biz Agemka hisobidan dam olishga keldik Yangiyo'lga. Dam olishimiz zo'r o'tyapti. Kayfiyatlar a'lo. Lecheniyalarga gap yo'q, ovqatlariga gap yo'q. Boshqa sanatoriyalarga o'xshagan emas. Uyimizda qanday ovqat yesak, shunaqa ovqatlar yeb yuribmiz. Muomalali vrachlari, medsestralari hammasi muomalasi yaxshi. Insonni avvalambor muomala yaxshi qiladi. Hamma ota-onalarimizni farzandlarimizga avvalambor Alloh umrlarini uzoq qilsin. Shularni boriga shukr. Mana putyovkalar olib berib, bizni shunchalik e'zozlabdi. Alloh ularni e'zozlasin. Mazza qilib dam olyapmiz. Sizlar ham kelinglar. Kechamiz. Qo'shnim Gulnoraning Shukrona kuni bo'ldi. Yangiyo'lning xalq artistlari kelib bizga xizmat qildi. Mazza qilib o'ynadik. Muomalalari bilan yaxshi. Mazza qilib dam olyapmiz. Kelinglar sizlar ham. Kelinglar yaxshi. Muomalalari ham qizlari yaxshi hammasi, vrachlarni, doktorlarni. Bu oshxonaga ham gap yo'q. Rosa shirin ovqatlar pishiryapti, qo'llari dard ko'rmasdan. Hammasiga minnatdormiz, rahmat. Yashaylar, yaxshi. Siz qayerdan keldingiz? Olmaliq shahridan. Dam olish sihatgohida yaratilayotgan shart-sharoitlar, ovqatlanish va tibbiy xizmatlar ko'ngildagidek ekanligi haqida dam oluvchilar o'zlari so'zlab bermoqdalar. Dam olishlar yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr. Mana shuncha hafta farzandlar orqasidan kelib dam olyapmiz. Mana shu yerdagi xodimlarga ming rahmat. Stolovoy xodimlariga ham rahmat. Har xil taomlarni lazzatli, mazali qilib tayyorlab beryapti. Endi gap yo'q. Davolovchilar ham hammasi zo'r. Yaxshi, rahmat hammasiga. Dam olishlar yaxshi bo'lyaptimi? Allohga shukr. Qalay? Hammasi yaxshi. Ovqatlari ham shunday mazali shirin, muomalalari ham yaxshi, davolovchi vrachlari yo'q. Hammasi Allohga shukr yaxshi. Yaxshini ushbu topga deylik Allohni. Olmaliqdan keldingizmi? Yashaylar. Hammam Olmaliqdan. Yashaylar. Okaram opa, nimalar bu endi obedga bularga taqdim qilindi? Obedimizda qolsa, ertalabdan hozir qaynatma sho'rva bilan bo'rish bo'ldi birinchi ovqatga, ikkinchi ovqatimiz osh bo'lyapti. Mana sanatoriya oshini beryapti. Diyetistga stolga pishonka bor, miyasi tushunli bilan. Salatlari bugun qizil lavlay pishirilgan, svejiy огурчи, rediska, salat svejiy berdik buni oshga. Kechki ovqatga yaxshilab bitta burchka damashq qilib beramiz, kechqurungi avashli dimlama. Yaxshilab bugungi menyuda. Men ertalab aytganman, asosan yetarli bo'lyapti. Yangiyo'l yurak asab kasalliklar sihatgohimiz 2025-yil mavsumida qish mavsumidan beri ish faoliyatini to'xtatgani yo'q. Hali ham ish faoliyatimizni davom ettirmoqdamiz. Dam oluvchilarga xizmat ko'rsatmoqdamiz. Bugungi kunda 75-80 nafar dam oluvchilarimiz bor. Bular Olmaliq metallurgiya kombinatidan, Qashqadaryodan, Angren shahardan dam oluvchilarimiz ko'ngildagidek dam olishmoqda. Ular uchun yetarli sharoit qilib berishga ma'muriyat xodimlari harakatda. O'sha davolash jarayonlari to'xtovsiz davom etmoqda. Fizioterapiya muolajalari, suv protseduralari, kislorod kokteyllarimiz, parafin, shunga o'xshash davo muolajalarimiz amalga oshirilmoqda. Sihatgohni hamma uchun maqtanadigan,
brend bo'lgan suvimiz bor, mineral suvimiz 1750 metr chuqurlikda chiqadi. Issiqligi 58-60 daraja issiqlikda. Mineral suv, tabiiy mineral suv tarkibida kaliy bor, magniy bor, rux, yod, brom kabi mineral vositalar ko'p. Bu o'sha oshqozon ichak kasalligiga, yurak kasalliklariga, teriga ozishni xohlagan odamlar uchun ozdirish xususiyatiga ega. Buni suvni davolash jarayonida o'sha vannalar tarkibida, vannalar ko'rinishida beramiz. Ovqatdan oldin, ovqatdan keyin kasalligiga qarab shifokorlarimiz tavsiya qilib tushuntirishadi dam oluvchilarga. İchish uchun tavsiya qilamiz. 10 kun davomida asosiy davolarni shu suv orqali olib ketishadi. Hozirgi kunda ko'pchilikning xabari bor, qurilish ishlari davom etayotganligidan bu oldin ham aytib o'tganmiz, qurilish, dam olish yoki davolanish binosidan tashqarida alohida hududda qurilish ishlari davom etmoqda. Shu bilan birgalikda biz yana shu qurilish smetalarida ko'rsatilgandek mebel jihozlarini, qattiq jihozlarni, kravatlar, yangi davolash uchun kerak bo'ladigan yangi asbob uskunalar bilan ta'minlashga ham harakatni boshlaganmiz. Umid qilamizki, yaqin kunlarda dam oluvchilarni o'sha yangi sharoitlarda, yangi asbob uskunalarda davolab, ularni mehnat faoliyatiga to'liq kuch-quvvat bilan qaytishlariga o'z hissamizni qo'shamiz. Men birinchi son kompleks loyiha va qurilish va montaj xususiy korxonasining ish yurituchisi Xo'shiyev Zavqi Jumayevich bo'laman. Hozir bir turgan inshootimiz binomiz bu sanatoriyaning yuragi hisoblanadi. 1700 metrdan issiq suv chiqadi. Issiq suvimiz 160 gradus. Bu yerdan hamma joy sanatoriya hamma joyga tarqaladi. Hamma imoratimiz bitgan, nasib bo'lsa buni topshirish arafasida turibmiz. Yaxshi. Bu yoqdan demak qancha suv tortib olinadi? Necha kub metr? Buni endi davlatlarni juda katta turbani agar bo'shasak, buni davlatlarni bekitib bo'lmaydi. Davlatlar katta. Mana bundan zetro davlatlarda chiqadi suv. Shuning uchun gradus ham 160 gradus. Bundan aslida shu sanatoriya shu suv uchun yaratilgan. Istagan bo'ladi. Sanatoriyaning yuragi. Shifobaxsh suv, ha? Shifobaxsh suv, yurak, asab kasalliklariga davo suv. Mana shu yerdan tarqaladi. Shu yerdan tarqaladi. Hamma sanatoriyani hamma burchagiga tarqaladi. Olib qo'yganmiz. Demak, avvalgi holati ancha yaroqsiz bo'lib qolgan edi. Mana qaytadan rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Shunday, bu juda yaroqsiz. Biz turbalarni to'liq almashtirdik 100%. Hamma montaj ishlar ko'p turganimizda hamma joyga o'zini anosi bilan ketadi, turbasi bilan. Hammasi tarqalgan. Hamma korpuslarga alohida tarqatib qo'yimiz. Gilamli korpus, lechimli korpus hammasiga tarqaladi. Ichadigan joylarga ham adinadan tarqatiladi. Sihatgoh O'rta Osiyoda eng yirik va mashhur sihatgohlardan biri sanaladi. Qariyb 2000 metr pastlikdan chiqayotgan issiq suv 1000 dardga davo deyiladi. Avvalgi ko'rsatuvlarimizda xabar berib borayotganimizdek, bugungi kunda sihatgohda to'la-to'kis ta'mirlash, qurilish, rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bizlar birinchi son kompleks loyiha qurilish MCJ ishchi yurituvchisi bo'laman, Pararapi. Mana sanatoriyada ishlayapmiz, Yangiyo'l sanatoriyasida. Nasib bo'lsa, mana 200 qatnovli davolash binosini avgust oyida topshirish anosida turibmiz. Bu yerda endi hozir adilka ishlar ketyapti. Bundan tashqari yopiq basseynimiz ham bitib qoldi. Uni ham avgust oyida topshiramiz. Keyin eski korpuslardan bir 5 ta korpusini nasib bo'lsa shu iyun oylari topshirish niyatida turibmiz. Adilka ishlari bo'ldi, faqat hozir pardozlash ishlari ketyapti. Nasib bo'lsa bu yerda sanatoriyani hech qanday bizlar qurilish olib borayotgan vaqtimizda to'xtatgan holatimiz bo'lgan yo'q. Bemalol kelib turib dam olayotganlar dam olib ketishyapti. Ularga xalaqit berayotganimiz yo'q. Xalaqit bermasdan ishlarni bajaryapmiz. Xo'p, mana shu amalga oshirilayotgan ishlarni demak qanchasi o'sha 2024-yilda oxirida endi hozir birinchi bosqichda bu yerda bizlarga ko'rsatilgan 200 qatnovli
davolash binamiz, yopiq basseyn, 100 kublik issiq hovuzi, 2 ta bashna, ular hammasini shu avgust oyida topshiramiz. Birinchi bosqichni tugatamiz. Keyin obodonlashtirish ishlarini ham tugatamiz. Hech bo'lmasa 5 kilometrlik obodonlashtirish ishlarimiz ham bor. Ularni ham topshirish niyatida turibmiz. Avgust oyi to'liq topshiramiz ularni. Keyingi ikkinchi bosqichda bu yerda bir garaj quramiz. Voleybolni, basketbolni plashatkamiz bor. Keyin darvoza quramiz. Darvozaning yonida 5 qavatli imoratimiz bor. Uni ikkinchi bosqichda nasib bo'lsa 2026-yilgacha harakat qilib, uni ham tugatish niyatida turibmiz.